Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola o'quvchi va abituriyentlar uchun mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Xayriddin Sultonov 1956. Dars davomida Saodat sohili qissasining mavzusini aniqlaymiz, badiiy xususiyatlari haqida fikr yuritamiz. Xayriddin Sultonov ijodidagi tarixiylik va zamonaviylikning mushtarak jihatlari haqida bilib olamiz. Xayriddin Sultonov 1956 yili Toshkent viloyati Qibray tumani Tuzel qishlog'ida tug'ilgan. Talabalik yillaridayoq badiiy ijod bilan jiddiy shug'ullangan yozuvchining Chol nomli dastlabki hikoyasi asrning 70-yillarida Toshkent oqshomi gazetasida chop etilgan. Uning Quyosh barchaga barobar, Bir oqshom ertagi, Onamning yurti, Umr esa o'tmoqda, Boburning tushlari, Boburinoma, Ko'ngil ozodadur kabi nasriy kitoblari nashr etilgan. Tushlarimda korib yiglayman, yozning yolg'iz yodgori ssenariylari asosida badiiy filmlar suratga olingan. So'nggi yillarda ijodkorning Navoiy ottiz, Ishonch telefoni, Odamlardan tinglab hikoya, Osmoni falaklarda kitoblari nashr etildi. Adib ijodida hayotiy voqealar, muallif bevosita guvohi bo'lgan voqea hodisalar, yon atrofimizda yashayotgan, tarixi va taqdiri bir-biriga o'xshamaydigan turli insonlarning xarakterlari, ruhiy kechinmalari, dardu armonlari o'ziga xos shaklda ifoda topgan. Xayriddin Sultonov Antoine de Saint-Exupéry, I. Nagibin va Shukshin asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan.